しのどこかの丘のどこかの村のどこかの道で誰かのポケットに誰かのポケットに入るためにjurnal ko'ratsan-ku. Bunda qilsang jurnallarimni berib turmayman. Chatishimga deydim. Tep ketdi. Hey, musobaqaning toz jiddiy yeri kelgandi. Sizlikka yuqori bo'lgan Angliyaga Uyg'urcha ovozli Nodir film. Bizning aytlamas sirtimi to'g'yoqqa. Ista. To'rt nimishga kelmaydigandu. Musobaqa o'tib ketadigan bo'ldi. Avval topshiriqlaringni oylig'ining tuzukmiki, adillik etgan turmasang ulgurmaysan-ku. To'q bo'lmagandan topshiriq ishlamasanmi bilaverdi. Topshiriq ishlamasiga sabab bo'lmaydi. Kunduzi tugdasang bo'lmasmidi, ha? Bo'ldilar, opam dashlab otildab ketding-ku. Uxlayli. Hey, senmisa? Ay, qayri kulka. Daji. Meni tez chiqarib al. Ha, uxdim men. Akkumulyatordan foydalansam bo'ldi-ku. Belli. Xo'shal bo'ladi ekan. Boshqalar bo'lsa bekli qoqshab ketadi. Shunda. Aytayli. Abla, ketdi. Endi men topshiriq ishlamaydigan bo'ldim. Avarchilik buning bilan tugamaydi. Muzlatqudagi narsalar buziladi. Suv sandig'iga issiq balvoq baliqlari o'ladi. Nurining xususiyati. Biz gapni to'kdan boshlayli. 100 wattlik lampochkada issiqlik bilan nurning nisbati qanchalik bo'ladi? Sizlar bilamsizlar? Issiqlik bilan nurning? Ha, har shikil istangdi. Xata. Changzi, sen bilamsan? 9:1 nur ko'p qadayman. Dal buning aksi 98'de 2 issiqlik ko'p bo'ladi. Nur aran 2% ni tashkil qiladi. Mushuningdan ko'gili bo'ladiki, nur issiqlik manbasidan hosil bo'ladi. Buni men bilmayman. Mayli quyosh yoki gulxon bo'lsin, hamsi issiqlik manbai. Shundoq, undaq bo'lsa issiqlik manbai yo'qoladimi nur chiqara oladigan narsami bormi? Bo'lsa u nima? Yaltiroq qo'ng'iz nur chiqara oladi. Ras, yaltiroq qo'ng'iz haqiqatan issiqlik chiqarmaydi. Ammo yaltiroq qo'ng'iz nima issiqlik chiqarmaydi? Chunki lampochkaning nuri volframning qizishidan hosil bo'ladi. Yaltiroq qo'ng'izning nuri issiqlik chiqarmaydigan yorug'likdan hosil bo'ladi. Shunga u nur chiqarganda issiqlik kerak qilmaydi. U bir xil sovuq nur manbasimi? Boy dedim-ku, lampochka volfram qilining qizdirishi bilan nur chiqardi deb. Ya'ni bir qism issiqlik nurga aylandi, lekin u faqat 2% ni tashkil qiladi. Qolgan 98% issiqlik o'sib qoladi. Shunga lampochka issiq bo'ladi. Navada quvvat issiqlik chiqarmay, nurli chiqarsa, undaqda nur chiqaradigan bundaq holatni yorug'lik deymiz. Yorug'lik kuchli issiqlik chiqarmaydigan bir xil sovuq nur. Yaltiroq qo'ng'izning nuri mana shundaq nur. Yaltiroq qo'ng'izning qo'sig'idan nur chiqaradigan ikki xil modda bo'ladi. Ular havadagi oksigen bilan uchrashgandan keyin, ya'ni oksidlangandan keyin yaltiroq qo'ng'iz yorug'lik chiqaradi. Aslida bunday ekan-da. Yaltiroq qo'ng'izdan boshqa issiqlik chiqarmaydigan nurlar bor. Dengizdagi tuna shariti bilan namoz shambiligi qatorliqlarni sovuq nur chiqaradi. Daji, sizlar fosforlik o'tni ko'rganmi? Anlagan, lekin ko'rmagan.
Qandaq narsa u? Sizlar baqa. Bu ne qabristonliklarni ko'gili bo'ladi. Men to'lqin qatma. U degan fosforning kuyishidan hosil bo'ladigan sovuq nurning bir xil holati. Undaqda kunchiliqning nurichi. Haras, kunchiliqi yaltiraqdan berilgan nog'ussimon aynakning ichiga qisilgan havo bilan semafor qachlangandan keyin tok o'tkazilsa, ondan nur chiqaradi. Tokku ulaganda tokka sesim chiqargan ultra nur bilan uchrashadi. Ultra nur aynakning ichi bilan uchrashib ondan yanadi. Haras, unutib qolib tasqaptimi? Men shamay kelay. Aytinglarchi, sham nuri qanday paydo bo'ladi? Shamning nuri sovuq nur emas-ku deyman. Shamning nuri nurg'un ergan ushqundan shakllangan. Ushqun deb chaqni olaylik. Pichoqni chaqtirsak, pichoq bilan chaqning o'rtasida surkilish paydo bo'ladi. Surkilish pichoqdan chiqqan temir talqinini qizitadi. Shunday qilib nur hosil bo'ladi. Shamni yondirsak surkilish bo'lmaydi, lekin yanada ushqun paydo bo'ladi. Yansa demsa, men zotli tushunmadim. Yanimi tafsilroq so'zlab berganimmi? Shamning yalqini hidrogen bilan karbonning kuyishidan hosil bo'lgan issiqlikdan paydo bo'ladi. Hidrogen issiqlik chiqarsimi, lekin nuri intayin ojiz bo'ladi. Shamni emas, gulxan, qora chiroqni karbonning kuyishidan hosil bo'lgan issiqlik orqali nur chiqaradi. Shundaqmi? Ha, tut keldi. Endi yaxshi bo'ldi. Taji, topshirig'ini ishlaydigan bo'ldim. Akka, topshirig'ini ishlamasa bo'lmaydi-chimi? Sen yana vatılda qiltoding-ku. Endi men sizlarga nurga oid asosiy savatlarni so'zlab beray. Mening yana qumliqqa bog'im yo'q. Nur to'g'risi degandek yana qanday bilimlar bor? Albatta, yana nurg'un bilimlar bor. Taji, Şansı, sizlar nurning qanday paydo bo'lganligini bilamsizlar? Men bu zotli bilmayman. Qadimdan tortib nurning manbai to'g'risida mundaq ikki xil qarash bor. Biri zarracha ta'limoti, yana biri to'lqin ta'limoti. Sizlar anglamaganmi? Zarracha ta'limoti? To'lqin ta'limoti? Olimlar nur intayin ushaq zarrachalardan tarkib topgan. Mayli quyosh, gulxan yoki boshqa har qanday nur manbai bo'lsin, hammasi zarracha tarqitadi deydi. Angliya olimi Newton mana bu ta'limotning vakili. Bundan başqa nurning to'lqin ta'limotini mana mushu Gollandiya olimi Huygens o'tirg'i qo'ygan. Bu ikki xil qarashning qaysi to'g'ri? Har ikkisi to'g'ri, lekin nazariya jihatda yetarsizliklari bor. Biz avval Newton o'tirg'i qo'ygan zarracha ta'limoti bo'yicha tajriba qilib boqaylik. Nur manbasidan chiqqan nur intayin kichik nur zarrachalarini tashkil topgan. U jism bilan uchrashgandan keyin sunib qaytadi. O ko'zimiz orqali ko'rish nervimizga ta'sir qiladi. Shuning bilan biz moddalarni ko'ra olamiz. Nur zarracha bo'lsa, ishki Parkinson apparatining nuri kesishgan chog'da tabiiyki nur o'zaro o'tishadi. Mushundaq bo'lganda ekrandagi surat tutuq chiqishi kerak edi. Uning ustiga uchrashgan nurlar to'kilib ketishi kerak edi. Lekin mavi ishki surat nihoyatda ochiq, ham nihoyatda aniq. To'lqin ta'limoti degan shu kanda. Bu dengiz to'lqiniga yoki ovoz to'lqiniga o'xshaydi kanda. Dengiz to'lqini yoki ovoz to'lqinini suv yoki havo yetkazib beradi. Undaq bo'lsa nurni nima yetkazadi? Havo yetkazganda havo yer sharini gilandek o'rab turadi. Lekin kun nuri bilan yulduz nuri necha yuz million kilometr yiroqlikdagi havosiz olam bo'shlig'idan kelgan tursa, haras havo bo'lmag'achqa kilamisi bo'ladi. Lekin nur o'xshashli kelaveradi. Zarrachimi bo'lmasa, nurmi bo'lmasa, hamsi o'zadi nima? Shuning bilan Huygens mana shuni tadqiq qildi. U Saturnning hamrohlarini va halqasini payqadi. Undan boshqa mayatniklik soatni kashf qildi. Huygens mundaq bir farazni o'tirg'i qo'ydi. U koinotda ko'ngil bo'lmaydigan ham eg'irligi yo'q bir jism efir mavjud dedi. Narkoz qilishga ishlatadigan heliqi efir shumi? Efir degan bu so'z kerakchi bo'lib, havo, olam yoki usti degan ma'noni bildirdi. Aristotel bu so'zni ishlatgan. U yer sharini suv, suvni havo, havoni efir o'rab turadi degan edi. Undaqda koinot efir bilan to'lgan ekanda. Shundoq.
Quyosh bilan o't qatorliq nur manbai efirni tavratgandan keyin to'lqin paydo bo'ladi. Bu to'lqin efir orqali tarqaladi. Shuning bilan bu nur to'lqini moddadan qaytib, odamning ko'ziga tushganda odam moddani ko'ra oladi. Bu haqiqatan bema'nilik. Doktor O'yginiz, nurning to'lqini bo'ladi desangiz, undaqda ko'langi tavirnib ketmamdi. Ha? Doktor Newton sizdan so'rab baqay. Nurni zarracha desak, yer sharining eg'irligi sababli taqor odam, egiz odamdan aniq ko'rinmamdi. Bu zarracha intayin kichik bo'lg'achqa, uning yengilligidan so'z etishmi ajatsiz. Shunga kishilarning sezalish tas. Yo'q, bu zo'rlab tanganlik, yo'lsizlik. Nur to'lqini qaraganda bo'shliq intayin shalang, efir gaz bilan to'lgan. Uning ta'virnishining ta'siri cho'ng emas. Nur yanada tubtiz ilgirlaydi. Siz yana efirni tilga oldingiz. Efir degan zot qandoq jisim? Qani, ko'pchilik tushuntirib beringchi. Demakchimanki, yaltiroq, ko'ngili bo'lmaydigan, ig'irligi yo'q. Bundaq moddaning mavjudligiga kim ishonsin? Buni isbotlab beralsangiz hisob, bo'lmasa ta'limotingiz kutirib turmaydi. Her şekil istep beremidi. Keyin olimlar nurning zarracha yoki to'lqin ekanligini isbotlash uchun nurg'un tajriba qildi. Lekin oxirgi hisobda yanada natija chiqmadi. Undaqda hozir nim deyilyapti? Bu masalani o'tirg'a qo'yib yaxshi qilding. Toluqupsanlik qilma. Izmay chiqqanda. Endi sizlarga deb beray. Men yili so'zlab Nurzodi zarrachimi yoki to'lqinimi deb to'xtagan edim. Shundaq-ku. Sizlar Einsteinni bilamsizlar? Einstein alayda nisblik nazariyasini e'lon qilib, Newtondan buyangi fizika ilmining asosini o'zgartirdi. Doktor Einstein nur ham zarracha ham to'lqin dedi. Bunda desa bek mücmel bo'lib qolmamdi. Doktor bu gapni qarisiga emas, inchiki hisoblash orqali degan. U nur to'lqin shaklida tarqalgan zarracha to'pida ko'rsatgan. Einstein bir jihatdan qaraganda nurda ma'lum miqdorda to'lqinning xususiyati, yana bir jihatdan qaraganda zarrachaning xususiyati bo'ladi. İnsanlarning bu ikki xususiyatni bir vaqtda ko'rish iqtidori yo'q deydi. Angliya olimi Thomas Rand mundaq bir xil tajribani qilib baqqan. Nurni zarracha desang, nurni bir parcha raqqa tushasak, nur yib talalarning orasidagi bo'shliqdan o'tib ketadi. Shuningda raqning bo'shliq altidagi intayin ratlik yo'riqlik to'shqalarini ko'ra olamiz. Lekin amaliyotda ko'rish shakillik bundaq isxima hosil bo'ladi. Buni nurning to'lqin holatida ko'rgili bo'ladi. Sizlarmi ko'rgan bo'lsanglar kerak. Sunun to'lqini to'rga urilganda nayt ushshaq to'lqinlarni hosil qilib ikki tarafga yeyiladi. Ondan keyin o'zaro ta'sir qilishib boshqa shaklni hosil qiladi. Shunga nurga to'lqin nuqtasidan qaraganda, nur to'lqini raqning talalariga tushganda kirish shakilli to'salg'i hosil bo'ldi deb tushunish kerak. U zarracha bilan to'lqinni bir deb qaragan. Nur saqiga o'xshash zarracha desak, undaqda gap qarg'a elishda. O'rindiqning o'rni o'zgargan taqdirdami, nur o'xshashli bo'shliqdan o'taverdi. Lekin nur to'lqin bo'lsa, undaqda bo'shliq tik holatda bo'lsa nur o'talaydi. Yondagi o'rindiqni to'g'risiga qo'ysak, nur to'lqini o'tamaydi. qutblangan nur aynigi kristal tayoqchilarning parallel tizilishidan hosil bo'ladi. Boya o'rindiqni tajriba qilganimizdek, yana bir tajriba o'tkazib baqaylik. Qutblangan nur aynigini to'g'risiga qo'ysak, nur o'tmaydi. Ha, boyaq o'rindiq to'g'risi qo'yilgan holatga o'xshashga. Buni nurning yantoligi deymiz. Bu bir qator tajribalardan qaraganda nurning to'lqin ekanligi ehtimolga yaqin. Lekin mundaq bir savol tug'iladi. Bu to'lqin qanday tarqaladi? O'yginizdan qarashicha efir deydigan bir xil gaz jisim mavjud. Buni boyitdik. Lekin uni Newton rad qilyapti. Keyin Michelson ismli bir kishi tajriba qilib, efir degan gaz jismning mavjud emasligini isbotladi. Nur zarrachimi yoki to'lqinmi degan masala 250 yildan ko'proq vaqt munozara qilindi. 250 yildan sen? Shunda eng oxirida Einstein xulosaladi. Nur to'lqin shaklida tarqalgan zarracha to'pi. Oddiylashtirib aytganda, nur xuddi tok etiga minib olgan odamga o'xshaydi. Tok etiga mingan dachi to'lqin shaklida yetkilib yurgan zarrachaga o'xshab turmamdi.
Shuning uchun nurni ikki xil xususiyatga ega deymizmi? Newtondan keyin olimlar 250 yil talashib, ondan mush xulosasiga keldi. Sizlar nurning zarracha ekanligini endi uqdinglar. Qani o'zinglar deb biqinglarchi, 100 wattlik lampochka sekundiga qanchalik zarracha chiqaradi? 10 milliard. Ondan ne çıktı? Köz bilen köygül bulmaydı. 100 milyardı. 1 trilyon. Ha? 1 trilyon? Ha? Kol çırgı 10 milyar zarracha. Yaltırak qo'ng'iz 1 milyar zarracha chiqaradi. Buningdan shuni tasavvur qilishga bo'ladiki, ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan nur zarrachalari intayin kichik. Lekin shunisi g'alati, nur zarrachalarining orlig'i nihoyat keng bo'ladi. Qanchalik kenglikda bo'ldi? Bir tal nur zarrachasini bir tal jumloq zarrachaga o'xshatsak, bu ikki zarrachaning orlig'i 1000 metr keladi. 1000 metr? Proyeksiyonda tajriba qilganda har bir tal zarracha bir-biri bilan to'qnashmaydi. Ayrilib turmasa bunda holat kelib chiqadi. Endi sizlarga nurning turli xususiyatini so'zlab beray. Oldi bilan nurning o'tish xususiyati. O'tish? Qo'l chirig'ining nuri suzuk aynakka tushganda sur'ati ostilasimi, lekin o'tib ketgandan keyin yana aslidagi sur'ati bilan mangdi. Mana buni nurning o'tish xususiyati deymiz. Aynak taxtiga o'xshash ko'pincha aynakdan nur o'tganda sur'ati ostilaydi. O'tib ketgandan keyin asli sur'ati bilan tub-tuz mangdi. Lekin nur o'tganda nishonda o'zgarish yuz berdi. Mana buni sungan nur deymiz. Sungan nur turli ahvolda bo'ladi. Yani isqachlangan sanduqqa qo'yib, ondan qo'l chirig'ining nurini tushirsak, sungan nurning ahvolini ko'ralaymiz. Suvdan chiqqan nur suv bilan havoning tutashgan yerida sunadi. Yo'nalishni o'zgartirdi. Ha, yilqi biliqni shuning tutamabdi-manda. Shunday. Lekin suvning bo'yida turib suvga qarasang, beliqni emas o'zingning chiroyini ko'ralaysan. Demak, nur suv bilan havoning tutashgan yerda nurning bir qismi sunadi, yana bir qismi qaytadi. Qaranglar, mana bu nurning qaytishi. Nurni aynakka yontib tushirsak, nur aslidagi surat bilan qaytadi. Nur o'ng ta'tir va asta holatda qaytadi. Nurning tushish va qaytish bo'linlari muqim bo'ladi. Tushish bo'lingi qaytish bo'lingiga teng bo'ladi. Shunga nurni petonga aynakka tushirganda nihoyat asta qaytadi. Zichligi yuqori moddaga tushgan nurning bo'lingi cho'ngaydi. Sungan nurning bo'lingi 90 gradus bo'ladi. Bu chog'da nur tushish bo'lingi har qancha cho'ngaysa-mu, nurda sunish bo'lmaydi. Bundaq bo'lingni qirliq bo'ling deymiz. Qirliq bo'lingning cho'ngaygan bo'linglari butunlay nur qaytiradi. Berliyatning chaqnab turishi nurning qaytishidan bo'lgan. Turbun nurning qaytishidan foydalanib yasalgan. Turbun 3 qirliq aynakdan yasalgan-ku deyman. Shunda 3 qirliq ikki aynakni birlashtirib, nur siziqlarini yuqori tuvan, o'ng sol tarafga o'zgartirib bo'ladi. Shu sababdan narsa ta'tir ko'rinmaydi. Suv asti paraxodda ishiltilgan peroskopchi texi. U bo'lsa dengiz yuziga chiqmaymi, dushman paraxodining o'rnini bilgili bo'ladi. Men sizlarga 19-asrda kashf qilingan rentgenni ko'rsatay. Ha? 19-asrda rentgen bormidi? Mana shu o'tirisiga yo'riqlik o'tmaydigan kitob qo'yilgan taqdirdami, qarshi tarafdagi moddani ko'rgili bo'ladi. Ko'rdim. Ajab qoltizki. Yuraylik. Sizlar mayron qaldinglar-ku deyman. Lekin qaranglar, buningda nur qaytish qoidasidan foydalangan. Ustalning ostidan o'tishib turgan nur orqali ko'rgili bo'ladi. Mundaqda. Nimga ustatlik bu? Bundan boshqa yana texi nur qaytish qoidasidan foydalanib yasalgan bir xil nur qaytish o'chig'imi bor? Bilma, ustidagi qaytgan nurdan foydalanib, aslida temir eritadi-ku. Jiq narsani bildi ekansan. Lekin daji, nemishqa tabiiy fanlarda hamisha numeron tuvan bo'lib ketadi. Kelar mavsumda cho'qim tirishma. Gaping gap bo'lsinchimi? Bo'ldi-la, bunchalik qilib ketishning nima hojati? Davomli ishga olsang qanday bo'ldi? Nima? Sen texi meni mazza qilmoqchimi? Ay! Bo'ldi, so'qishmanglar. Mening to'g'ri gapim tegmadi. Ha? Yana bormi? Daji, Chingzi, sizlar ko'zinglarni yumib, kunga qarab baqqanmi? Sezimi qanday bo'ldi?
Sezim qandaq bo'ldi? Kun nuri yuzimizga tegib, isitdi. Rəs şundaq. Kun nuri yerga tushsa issiq bilindi. Chunki yuzga tushgan nur bir xil quvvat sifatida teriga kirib, ondan issiqlikqa aylandi. O'tganda rangni tajriba qilganda qora qog'oz kuyib ketmaganmidi? Linzadan foydalanib, nurni sundirib bir nuqtaga markazlashtirsak, bu chaqda nur issiqlikqa aylandi. Yuqori haroratda kuyish yuz berdi. Agar mushundaq issiqlik hosil qilib, uningdan obdan foydalansa, foydasi ko'pga. Barakallah daji. Quyosh nuridan foydalanib issiqlik hosil qilyapqili nima bor? Bilmə, quyosh nuri quvvatidan foydalanib, su isitish asabini deysan-ku. Su isitish asbabi odatda kun nuri obdan tushadigan o'g'ziga o'rnatiladi. Uningda nurning issiqlikqa aylanishi bilan ichidagi su isiydi. Bu issiq suvning turli foydasi bor. Buningda gap yo'q. Buningda boshqa quvvatni iqtisod qilib bo'ldi. Quyosh nuri quvvati elektr stansiyasi bor texi. Quyosh nuri orqali qor hosil qilinib, ondan g'ori bilan tok chiqarildi. Bu Yaponiyaning quyosh o'chig'i. Uning harorati 3500 Selsiya gradusga yetadi. O'choq ayniga davomli kunga qarab turadi. Mana bular nurning karomati. Endi so'zlab bo'ldim. Qanday qiyin ekan? Ancha emas. Nurning o'tish xususiyati, Nurning sinish xususiyati, nurning qaytish xususiyati, nurning quvvatga aylanish xususiyati. nurning xususiyatini asos jihatdan bilib oldik. Nurga odamning aqli yetmaydi ekan, sirli xususiyatlari yana ko'pdi. Quyosh evetgan issiqlik bilan nur insoniyatni va koinotga barliq mavjudotni boqmoqda. Qani, endi topshiriqlarni ishlanglar. Xo'shamsan. Meni uyqum kelyapti. Nima, chinzi yotamsa? Aka, men senga o'xshamayman. Men topshiriqlarimni kunduz ishlab bo'lgandim. Topshiriqlarni ishlab bo'lib, tezroq yetinglar. Aldingmi aka? Po'chil qilma. Topshiriqni kunduz ishlab tugasam bo'pti-ku.